Har qanday bino va inshootning mustahkamligi, ishonchliligi hamda xavfsizligi eng avvalo qurilish ishlarining belgilangan me'yorlar va texnik talablariga qat'iy rioya qilingan holda amalga oshirilishiga bog'liq. Chunki qurilish jarayonida yo'l qo'yilgan kichik xatolik ham kelajakda jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Sifatsiz yoki loyihadan chetga chiqqan holda barpo etilgan obyektlar nafaqat iqtisodiy zarar keltiradi, balki insonlar hayoti va salomatligi uchun ham xavf tug'diradi. Shu sababli mamlakatimizda qurilish sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan doimiy nazorat olib borilmoqda. Navbatdagi nazorat tadbirlari davomida Namangan shahrida loyiha hujjatlari va qurilish me'yorlariga zid ravishda amalga oshirilgan ishlar aniqlandi. Kadrlarda ko'rinib turgan ushbu qurilish jarayoni dastlab odatiy ish faoliyatidek taassurot uyg'otadi. Biroq mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida obyektda bir qator jiddiy kamchiliklar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Namangan viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat inspeksiyasi xodimlari tomonidan Namangan shahrida tadbirkor tomonidan qurilayotgan savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektida navbatdagi nazorat tadbiri o'tkazildi. Tekshiruv davomida obyektning birinchi qavatidagi yuk ko'taruvchi devorlarni qurish ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlari hamda amaldagi qurilish me'yorlari talablariga zid ravishda bajarilganligi aniqlandi. Loyiha talablariga zid ravishda g'isht terish ishlari amalga oshirilayotganligida loyiha talablariga zid holatini aniqlandi. Bu holat bo'yicha ko'rsatma berilib, holat joyida bartaraf qilindi, buzdirish ishlari amalga oshirildi. Sababi g'isht terish ishlarida loyiha talabida ko'zda tutilgan binoning zilzila bardoshliligini ta'minlash bo'yicha har 6 qatorda 600-500 sm oralig'ida setka qo'yish ishlari amalga oshirilmaganligi sababli holatni joyida bartaraf qildik. Aniqlangan qoidabuzarliklar joyida bartaraf etildi va qurilishning talablariga javob bermaydigan qismi demontaj qilindi. Shu bilan birga qurilish ishlarini tasdiqlagan loyiha hujjatlari hamda amaldagi me'yoriy talablar asosida bajarish bo'yicha yozma ko'rsatmalar berildi va ularning ijrosi nazoratga olindi. Loyihaga muvofiq g'ishtlar belgilangan tartibda sement qorishma bilan to'liq to'ldirilgan holda terilishi, zarur masofalar saqlanishi hamda har 5-6 qatordan keyin binoga seysmik barqarorlik berish maqsadida maxsus mustahkamlovchi armon setkalar o'rnatilishi belgilangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, qurilish jarayonida har bir me'yor va talabga amal qilinishi binoning mustahkamligi, xavfsizligi hamda uzoq muddat xizmat qilishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois sohadagi nazorat tadbirlari izchil davom ettirilyapti. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.